Shahlo Salayeva san'atkor qizni juda yaxshi bilasiz, xorazmlik iste'dodli, ana u energichni qiz. Uni hayoti, shaxsiy hayoti hozir yaxshi ma'noda muhokamalarga sabab bo'lyapti, juda ko'pchilikni ilhomlantiryapti. Meni ham shu jumladan kecha unga yozib yubordim, sizni hayotingizni reels qilmoqchiman, tam ilhom keldi desam, yo'q, bemalol dedi. Nega? Turk yigiti unga uylanyapti. Hozir Turkiyada to'y bo'lyapti, u O'zbekistonda ham bo'ldi. Va o'sha yigit haqiqiy erkaklik timsoli va haqiqiy erkaklik qanaqa bo'lishini o'zi aslida ko'rsatib qo'ydi. Ana shuning uchun ham buni reels qilmoqchiman dedim-da. Nega ko'rsatib qo'ydi? Birinchidan, Shahlo birinchi turmushi munosabati o'xshamagan, o'sha joyda bitta farzandi bor va bu yigit, turk yigiti Xorazmga kelib ijod qilishni boshlaydi, o'sha joyda Shahlo bilan tanishib qoladi. Ular sevishadi, internet tarmog'iga qo'yishni boshlashadi. Ko'pchilik uni muhokama qilib, PR, tam bu Turkiyaga ketib qoladi, tam xorazmlik qizni olmaydi. Birinchidan, ikkinchidan turmushi, uchinchidan farzandi bor qizni degan gaplar chiqdi. Menda ham ozgina baribir shubha bo'ldi, to'g'risini aytaman. Ammo ne ko'z bilan qarayki, butun O'zbekiston oldida o'sha qizni, Shahloni sevgani uchun prosta qo'lidan tutdi, zaksga olib bordi. Farzandini, o'g'lini esa o'zini o'g'lidek qabul qildi. Buni ham videolari bor. Ko'rinib turibdi, yigit sevdi va bez va nikakих вопросов, hech qanaqa muammosiz. Ota-onam nima deydi? Yo to'xta, sen chidab tur, men uylanib olay, turk qiziga, keyin seni ikkinchi qilib qo'yaman yoki bo'lmasa ota-onam tanlaganini olishga majburman, sevmasam ham yoki bo'lmasa zaksdan o'tmay turaylik, levi domlalar bor tanishim, $100 ga nikohga o'tib olamiz, bu ham turmush-ku deb quloqqa tepayotgani yo'q. Prosta keldi, ko'rdi, sevdi va g'alaba qozondi. Hattoki Turkiyaga borib, birinchi O'zbekistonda bazm, to'y, zaks, hamma narsa banket bo'ldi. Ana keyin hozir o'sha Shahloni Turkiyaga olib borib, Turkiya birinchi O'zbekiston udumlarida bu yerda, ana endi Turkiyaga borib, ota-onasi, qarindosh urug'ini oldida, o'sha joyda Turkiya udumlari bo'yicha, an'analari bo'yicha hamma bazmlari bo'lyapti. Haqiqiy erkak kim deb so'raysizmi? Haqiqiy erkak gapni olib qochmaydigan, amalda ko'rsatadigan, sevdimi, hech kimga qarab o'tirmasdan mustaqil qaror qila oladigan va keladi, ko'radi, qo'lini so'raydi va to'g'ri zaksga olib boradigan erkak haqiqiy erkakdir. Qolgani o'sha davay shari nikoh qilib turamiz yoki ota-onamni ra'yiga qarashimiz kerak, To'xtajon xolammi, Soporgul ammammi, rost chidab tur yoki men bittasiga uylanib olay, ajrashgandan keyin seni uylanaman yoki ikkinchi qilaman, bular hammasi quloqqa lag'mon. Seni çok seviyorum hayatım. Çok çiçek gördüm de senden güzelini görmedim şu hayatta.